Suv nima? Suv bu haqiqiy mo'jiza. Suv bu hayotimizda muhim, ahamiyatli rol o'ynaydigan katta manba hisoblanadi. Suvsiz inson yashay olmaydi, hatto bir daqiqa ham. Tiriklik bu suvga, ya'ni bizning najotimiz bo'lgan suvga bog'liqdir. Tiriklik bu suvning borligi, mavjudligi tufaylidir. Insoniyat ham, o'simliklar, hayvonlar, hatto jonzot tabiatlar ham suv bilan birgalikda hamnafas bo'lib yashaydi. Hozirgi kunda suv tanqisligi ekologik muammolardan biriga aylanib bormoqda. Chunki bu muammolarni insoniyat keltirib chiqarmoqda. Hamma narsa vatanini gullab yashnatish ham, suvni isrof qilish ham insoniyatning, hammamizning, barchamizning qo'limizda ekanligini insonlar unutib qo'yishmoqda. Suv isrofgarchiligi kundan kunga ko'payib bormoqda.